Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Siz bu videoni ko'ryapsizmi? Demak, tasodif emas. Bugun men sizlar bilan og'riqli, lekin judayam yoqimli kimgadir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Ya'ni ota va ona. Bizani ko'z ochib ko'rgan insonlarimizdan bu birinchisi bu bizani otamiz bo'ladi. Birinchi his qilgan insonimiz bu birinchisi. Eng asosiysi bu ona. Nima uchun? Biza chunki onani qornida biza paydo bo'lganmiz, shakllanganmiz. Ko'z ochib ko'rganimiz bo'lsa bu ota. Men Fatima Iskandarovna, psixoterapevt, psixosomatolog. Hozirgi kunda 5 yilga yaqin hozirgi kunda 10 mingdan ortiq mijozlar bilan ishlab kelyapman. Ayol va erkaklar bilan. Amaliyotchi psixoterapevtman. Psixolog emasman. Men amaliyotchi psixoterapevtman. Va oxirgi kunlarda oxirgi yillarda men aynan kasalliklarni ruhiyatiga ildizi bilan ishlab kelyapman va Alloh izni bilan ularga davo beryapman, shifo beryapman. Xo'sh, bugungi mavzuga qaytadigan bo'lsak, nima uchun aynan ota haqida bugun tanladim? Chunki siz hozir turmushdasiz. Turmushingizda problemalaringiz bor, muammolaringiz bor. Aynan eringiz bilan. Siz bilasiz, eringiz bilan bo'lgan munosabatni tiklasangiz, sizda oilangiz xotirjam bo'ladi. Eringiz bilan bo'lgan munosabatni tiklasangiz, farzandlaringiz bilan muammo bo'lmaydi. Eringiz bilan bo'lgan munosabatni tiklasangiz, qayningiz bilan, qaynotangiz bilan ham muammo bo'lmaydi. Chunki sizni yoningizda olib turadigan, sizni podдержка qilib turadigan, yoningizda siz ishongan turmush o'rtog'ingiz bo'ladi. Endi qaranglar qizlar, sizni yoningizda turmush o'rtog'ingiz sizni podдержка qilmayapti, sizni qo'llab-quvvatlamayapti, sizni umuman eshitmayapti, sizga umuman bee'tibor. Lekin hozir shunaqa. Turmushingizga necha yil bo'ldi? 15 yil bo'lgandir, 20 yil bo'lgandir. Bu 15 yil, 20 yillik rezultat. Lekin buni ildizi bor qizlar. Siz bu hayotda qayerdadir ko'rgansiz. Nima uchun aynan sizni turmush o'rtog'ingiz aynan sizga kelgan? Nima uchun meni turmush o'rtog'im sizda emas? Nima uchun o'rtog'ingiz, siz havas qiladigan o'rtog'ingizni eriga aynan uni eri sizda emas? Hech shu savolni siz o'zingizga berib ko'rganmisiz? Nima uchun sizni eringiz menda emas? Buni hammasini xayri bor, sababi bor. Bu og'riqli, sizga alam qiladi, sizni eringiz sizga mana shunaqa munosabat qilyapti. Sizga azob beradi, sizni qiynaydi, sizni tanlamaydi, sizga bee'tibor, sizga hattoki tug'ilgan kunlaringizni sovg'a berish o'ta tursin, hattoki tabriklayman demaydi. Hattoki balki shunaqa holatlar bo'ladi, ismingizni aytib chaqirmaydi. Qizlar menga yig'lab kelishadi. Meni deb chaqiradi deyshadi. Qaravor deyshadi. 20 yillik turmush, bir marta ham ismimni aytmagan. Hey, bo'lmaganda eng osoni onasi yoki xotin deydi. Qanchalik qizlar ism etib chaqirish muhimligini bilsanglar-edi. Sizni qaynanangiz siz bilan urush qilyapti, kelisha olmayapti, janjal qilyapti. Eringiz bir marta ham yoningizda olmagan. Nabarot onasini tarafiga o'tgan. Nimaga? Bugun aynan shularni ko'rib chiqamiz. Og'riqli, kimnidir og'riq ko'tarildi. Bitta o'tirib yozinglar. Eringiz bilan o'rtangizdagi munosabatlar qanaqa? Birinchisi, umuman sizga bee'tibor. Siz bilan umuman ishi yo'q. Faqatgina uyga qamab qo'yadi, ishlashga ham ruxsat bermaydi. Sen uyda o'tir, bolalarga qara, uy ishlarini qil, onamga qara, ro'zg'orga qara, seni vazifang bolani tarbiyalash, seni vazifang uy ishlarini qilish, osh-ovqat qilish bo'ldi. Lekin degan joyi bor. Agar sizni hayotingizda xiyonat bo'layotgan bo'lsa, sizni hayotingizda uchinchi shaxs bo'layotgan bo'lsa, u ayolga bitta qarang. Unga hamma narsa mumkin. U ухоженный, o'ziga qaragan, ishlaydi qayerdadir, balki o'zini ishxonasida ishlaydi, birga ishlashadi. Salonlarga boradi, unga ishlash mumkin, unga sovg'alar mumkin, unga kecha kunduz telefon qilish mumkin, unga vaqt ajratyapti. Lekin nimagadir sizga umuman vaqt ajratmaydi. Sizga kelganda uyda telefonda o'tiradi. Sizga hattoki tuzukmisan demaydi. Hattoki pishirgan ovqatingizni maqtab ham ko'rmaydi. Maqtab ichmaydi. Ichidan bolgarskiylarini ajratib yeydi. Uning kam bo'pti, buning kam bo'pti, bo'lmasa tuzi past bo'pti dedi. Nimaga?
Siz o'ylaysiz, mani erim shunaqa deb o'ylaysiz. Mani erim boshqacha qilolmaydi deb o'ylaysiz. Yo'q. Siz eringizni qaysi tarafidan unga qaragan bo'lsangiz, qaysi tarafidan sizga unga loyiq bo'lgan bo'lsa, sizga xuddi shunaqa munosabat qilyapti. Bitta erkak 10 ta ayolga 10 xil munosabat qiladi. 100 ta ayolga 100 xil munosabat qiladi. Bitta erkak bitta ayolni ezg'ilab, bosqirab tashlaydi, yer bilan bitta qiladi, bitta erkakka o'zi. Xuddi shu erkak boshqa ayolga ko'zini mo'ltillatib, qo'rqib, og'ziga qarab turadi. Nimaga? Shu savolni hech o'zingizga berib ko'rganmisiz? Demak, sizda nimadir muammo bor ichingizda. Sizda nimadir ishlamayapti ichingizda. Keling bugun shu haqida batafsil gaplashamiz. Men nima uchun hozirgi munosabatlarni har doim o'tmishga bog'layman? Bizani miyamiz fundament asosida ishlaydi. O'tmish asosida ishlaydi. Chunki miya 5% aqldan iborat, 95% bizani hayotimizni o'tmish boshqaradi. O'tmishdagi bizni ko'rgan xulosalarimiz, o'tmishdagi ko'rgan munosabatlarimiz, o'tmishdan olgan tasdiqlarimiz, o'tmishdan olgan travmalarimiz bor, o'tmishdan olgan qo'rquvlarimiz bor, negativniy emotsiyalarimiz bor. Mana shu o'tmishimiz bizani aslida boshqaradi. Biza aql bilan bugun erim kelsa, men bugun bunaqa gapirmayman, men bugun yaxshi kutib olaman, sevgida kutib olaman, shirin ovqatlar qiladi, yaxshi gapiraman deysiz. Kun davomida bunga tayyorlanasiz, bu uchun kursni sotib olasiz. Yo'q, lekin eringiz kelgandan keyin nimadir ichingizda g'azab ko'tarilib ketadi. Ichingizda nimadir qo'zg'ab ketadi, yana o'sha eski strategiya ishlab ketadi. Nima uchun? Endi o'tmishga qarang. Bitta savol bering. Qog'oz ruchka oling-da, 3 yoshdan 12 yoshgacha ota bilan sizni o'rtangizdagi, aynan ota bilan sizni o'rtangizdagi munosabat qanaqa bo'lgan? Misol uchun, bugun men siz bilan kartalardan foydalanaman. Hozir siz aytishingiz mumkin, meni bolaligim yaxshi o'tgan, otam bilan munosabatim yaxshi bo'lgan, lekin turmush o'rtog'ingiz bilan nimaga munosabatingiz hech kelishmayapti? Bu haqda o'ylamagansiz. Sizni ko'z ochib ko'rganingiz axir ota-ku. Sizga ota erkak qanaqa bo'lishini o'rgatib ketgan, ko'rsatib ketgan. Erkak deganda sizni miyangizda faqat otani ko'radi. Agar u bo'lsa, agar sizda biologicheskiy otangiz hozir yoningizda bo'lmasa, otasiz katta bo'lgan bo'lsangiz, u yerda bo'shliq bo'ladi. Tana his qilmaydi. Kimnidir tog'asi boqib oladi, kimnidir dedushka boqib oladi, kimnidir umuman boshqa erkak boqib oladi. Begona erkak. Men seni otangman dedi. Lekin mana bu tana o'zini otasi haqida ma'lumotga ega bo'lmasa, katta hayotda uni tanasida, ruhiyatida, emotsional holatida bo'shliq bo'ladi. Ota bilan bo'lgan munosabatingiz hammasi yaxshi bo'lsa, misol uchun, bugun faqat papa bilan ishlaymiz. Sizni hammanglar, mana misol uchun kartalardan foydalanamiz. Otangiz bilan hech огородda ishlab ko'rganmisiz? Mana misol uchun biza yoshligimizda adam bilan birga kartoshka ekardik, hovlida o'sganmiz, qulupniy ekardik. Adam bizaga qulupniyni огородda qanaqa o'sish prosesslarigacha o'rgatganlar, ko'rsatib berganlar. Kartoshkani ko'rsatib berganlar. Kartoshka uncha o'xshamasdi bizda, no har yili bizda qulupniy sezon bo'lardi, adam o'rgatardilar. Jo'xori birga ekardik. Sizda qanaqa xotiralar bor? Otangiz bilan bog'liq, огородda именно. Siz bo'lishi mumkin, domda o'sgan bo'lishingiz mumkin. Farqi yo'q. Nima bor sizda? Xotirangizda ota bilan bog'liq. Yaxshi xotiralar. Biz hozir faqat yaxshi xotiralar haqida gaplashyapmiz. Yana keyingi karta. Otangiz bilan birga dars qilarmidingiz? Men adam bilan dars qilardim. Adamdan hamma narsani so'rardik biza. Biza hattoki majburlab bizani o'qitganlar. Kimdir buni orzu qiladi. Bizda perebor bo'lgan. Bizga adam vazifa berib ketardilar ishga ketishlaridan oldin. Mana bu betdan mana bu betgacha o'qib qo'ygin deb. Ishdan kelganlaridan keyin har safar so'rardilar. Sizdachi bo'lganmi shunaqa holat? Keyingi mana yana sizga velosiped uchishni kim o'rgatgan? O'zi velosiped uchishni bilasizmi? Buni ham menga adam o'rgatganlar. Men velosiped uchishni bilaman. Birinchi velosiped uchganimda borib Volga mashinasiga urganman. Bu ham esimda.
Adam ketimdan yugurib kelib turg'izganlariyam esimda. Sizda mana shunaqa shirin xotiralar bormi otangiz bilan bog'liq? Tug'ilgan kunlaringiz qanaqa o'tgan ota bilan? Eslab ko'ring. 3 yoshdan 12 yoshgacha. Ota qayerda bo'lgan sizni tug'ilgan kuningizda? Nimalar sovg'alar olgansiz? Qanaqa sovg'alar olgansiz? Keyingisi, suzishni bilasizmi? Suzishni kim o'rgatgan? Uniyam bizga otam o'rgatgandi. Suzishni bilaman. Ko'rasizlarmi, qanchalik shirin xotiralar bor. Ota bilan birga bog'liq. Mashina haydashni adam o'rgatganlar. 18 yoshimda to'lganimda majburlab pravaga o'qitganlar. Men o'sha payt dod deb yig'laganman. U paytda pravaga o'qish 1 yil bo'lardi. Kuzda o'qishga kirganman. Bahori oxirida pravamni olganman. Nima uchun men o'qiyapman? Men o'g'il bola emasman, men qiz bolaman. Qiz bola mashina haydamaydi deganda, o'qishing shart va zarur deb o'qitganlar. Tushuntirib ham o'tirmaganlar va men hozir shu yoshimda minnatdorman adamdan. Chunki puli bor ayollarimizni, hattoki uyda mashinasi bor erini. Lekin pravasi yo'q. Bu narsa qizlarga alam qiladi. O'sha qizlar mashinani orzu qiladi, lekin prava yo'q. Ko'rasizlar, qancha shirin xotiralar bor. Mana yana xotiralar. Otangiz bilan shunaqa o'ynaganmisiz? Bir dasturxonda o'tirganmisiz? Biz faqat yaxshi xotiralarni eslayapmiz. Chunki yaxshi xotiralarni biz unutamiz. Biz har doim negativ bilan ovora bo'lamiz. Nima uchun? Hozir men sizga bu narsani ko'rsataman. Nima uchun? Mana bularni biz hayotimizda ko'rmaymiz, borligini unutamiz u yomonlari bilan ovora bo'lishini ko'rsataman. Nima uchunligini. Endi bu kartalarni chetga olib qo'yayman. Biz har doim yangi yil biz uchun eng katta bayramlardan bittasi hisoblanardi. Faqatgina yangi yilga judayam katta dasturxon qilardi. U yerda ammam, bolalar bilan kelardilar. Qarindosh urug'larimiz faqat biznikida kutilardi. Ukalarim ham biz ham pul yig'ib, 1 yil davomida pul yig'ib, yangi yil dasturxoniga judayam katta tayyorgarchilik qilardik yoshligimizda. Archalar kelardi bizga, живой archalar kelardi. Живой archani, tirik archani hidi butun uyda bo'lardi. Eslasam, tagiga paxtalardan qorlar yaserdik. Unga o'yinchoqlarni qog'ozdan kesib yaserdik biz. Qanchalik bizga adam mana shunaqa podдержкаlar qilganlar. Lekin degan joyi bor. Endi juda ko'pchilik mana bu holatlarni eslaydi. Janjallarni. Mana qaranglar. Ota-ona urushyapti, o'rtada bola arosatda. Bo'lganmi sizlarda? Uyda shunaqa muhitli bo'ladi, xotin urushaveradi. Bu janjal bir marta bo'lsa, eng katta stress bitta bo'lgani. Shunaqa travmalar bo'ladiki, постоянно xotin urushadi, bolalar bunga ko'nikma hosil qiladi. Ko'nikib qoladi, shunaqa bo'lishi kerak ekan deb o'ylaydi. Lekin oilada hammasi joyida bitta shunaqa katta janjal bo'lishi mumkin va bolalar o'rtada qolib ketadi, arosatda. Mana bunisi eng og'riqligi. Bola kelajakda hayotda ham keyin siz arosatda yurasiz. Bunaqa paytda bolada tanlov paydo bo'ladi. Chunki ota-ona urushayotgan paytida ko'p holatda yo meni tanla deydi, yo onangni tanla deydi. Ona yo meni tanla deydi, yo otangni tanla deydi. Mumkin emas bolaga tanlov berish, chunki bolani 50% otadan, 50% onadan iborat. Bola shu joyda o'zini yo'qotadi. Kim hayotda o'zini yo'qotib qo'ygan bo'lsa, mana shu holatdan boshlangan bo'ladi. Tanishmi sizga bu holat? Keyingisi. Ota bolasini urishadi. Qattiq urishadi. Bu yerda kartinkada ko'rib turibsiz rasmda. Qaranglar. Aka singil o'tiribdi. Misol uchun ota bu yerda akasini singlisini yonida urishyapti. Bu eng og'riqli travma hisoblanadi. Bolani har doim o'z aslida urishayotganda ota alohida urishish kerak. Bunga qiz bolaga ham og'riqli travma, jarohat ruhiyatiga, o'g'il bolaga ham. O'g'il bola вообще yopilib olgan, qiz bola xafa. Qiz bola bunga yordam bera olmayapti akasiga, qaranglar. Bo'lganmi sizda ham bu holat?
Mana sizni otangiz bilan munosabatingiz qanaqa bo'lgan? Keyingisi, yana er-xotin urushyapti. Men sizga aytgan vaziyat. Har doim o'g'il bolalar ko'p holatlarda otasini yoniga o'tib oladi, chunki erkak-ku. Qiz bola ayolni yoniga oladi, chunki ayol kishi qiz bolaman, men onam bilan ketaman deydi. O'g'il bola adam bilan ketaman deydi. Yana bolalar arosatda ikkiga bo'lingan. Ota-ona janjalida bola har doim aziyat chekadi. Har doim jabr ko'radi. Sizda ham hozir hayotingizda shunaqa bo'lishi mumkin. Hozir bolalaringiz oldida shunaqa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Buni siz qayerda ko'rgansiz? Buni siz ota-onangizni urushida ko'rgansiz, qizlar. Keyingisi, er-xotin urushyapti, bolalar chetda. Kuzatib, qulog'ini, og'zini, burnini bekitib turibdi, ko'zini bekitib turibdi. Eshitgisi ham, ko'rgisi ham, gapirolmayapti ham. Qo'rqyapti, strah o'ta kuchli. Hozir bolalaringizda ham shu hayot takrorlanyapti. Siz eringiz bilan olishib yotibsiz. Qayerda ko'rgansiz bu hayotni? Bor-yo'q ota-onangizda ko'rgansiz. Yana er-xotin urushyapti, bolalar stradать qilyapti. Oxiri er-xotin urushib, o'zi bilan ovora. Eri o'zi bilan ovora, hech narsa bo'lmagandek gazetasini o'qib o'tiribdi, kitobini. Xotini telefonda o'tiribdi, ona telefonda, bola ham telefonda. Sizlarga tanishmi qizlar? Siz hozir ham shu hayotda yashayapsiz. O'tmishda ham bu hayotni ko'rgansiz. Mana bitta, yana bitta narsa. Огород yana. Bu yaxshi karta. Огородda ishlaganlarimiz. Endi qaranglar. Bolalar, sizlar kutganmisizlar? Ota-ona ishda. Kecha kunduz aynan farzandi uchun ishlab yuribdi. Lekin buni bu bola ko'rmayapti. Bu bolalar his qilmaydi. Hech qachon bola bo'lib ota-onasini ishlayotganini tushunmaydi. Chunki u bola o'zini nomi bilan bola deb qo'yibdi. Bolaga ota-onasini ishlashi umuman kerak emas qizlar. Umuman muhim emas. Otasi ishtaligi muhim emas. U narsani qachonki katta bo'lib, ota bo'lib, bolasini boqayotgan paytda tushunadi. Bola tushunmaydi. Bolaga bu narsa stress. Ular faqatgina kutuvda yashaydi. Hayotda ham bu kutuvlar eridan oladigan kutuvlarga o'tadi. Keyingisi, eng yana achinarlisi bor bu yerda. Ichkilik. Ichkilik. Ota ichadi uyda. Ichkilik bu зависимость degani. Зависимость bu bog'lanish deyapti. Ichkilikka bog'lanish. Ota ichyaptimi, зависимости bormi? Bu demak sizni hayotingizda eringiz ko'p holatlarda ichishi mumkin. Зависимость faqat ichkilikka emas, yoki kompyuterni igralarga kompyuterni igralarga berilib ketgan bo'lishi mumkin. Chilimga berilgan bo'lishi mumkin. Yoki juda ko'pchiliklar afsuski ayollarga зависим bo'lib qoladi. Farqi yo'q, зависим bo'lgan joyda miya tanlamaydi. Ichkilikka ham tanlamaydi yoki chilim bo'lishi mumkin. Kompyuterni igra qumorga berilib ketgan bo'lishi mumkin yoki ayollarga berilib ketgan bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki u otada, uyda, muhitda ko'rgan bu зависим ichkilikka, mazza qilishchi. Mana shu muhitda o'sgan bo'lsangiz, bitta oilada turmush o'rtog'ingizga qarang. Sizni eringiz nimaga зависим? Mana yana kutuvlar haqida. Mana yana ota befarqlik haqida. Menga eng og'riqli karta mana shu karta bo'lgan. Bir paytlar prarabotka qilayotganimda e'tibor beringlar. Otasi qizaloqni boshiga ko'tarib olgan. Mani singlim bo'lgan 8 yosh kichkina singlim. Haqiqatda kichkina bo'lgan paytim, men 8, 9, 10 yosh paytimda singlim tug'ilgan. Singlim 3 yosh payti, 10, 11 yosh paytim bo'lsa, adam har doim singlimni mana shunaqa ko'tarib yurardilar. Juda qattiq xafa bo'lardim. Judayam qattiq rashk qilardim. Toki mana shu sohaga kelib, mana shu joyi prarabotka qilmagunimcha, men adamdan ham singlimni rashk qilardim. Onamdan ham singlimni rashk qilardim. Bu proses o'ta og'riqli. Bu yerda solishtirish. Ota o'zi bilmagan holatda atrofdagi farzandlariga travma berib qo'yadi, ya'ni solishtirish travmasi. Yana bu yoqda mana solishtirish. Ota agar farzandlarini solishtirsa, hayotingizda ko'ring, eringiz sizni kim bilan solishtiryapti? Uydagilaringiz sizni kim bilan solishtiryapti? Chunki siz doimiy solishtirishda o'sgansiz. Mana bu ham alam qiladi bolalarga. Otasi qizi bilan o'tiribdi, o'g'li pastda o'tiribdi, o'g'il farzandi. Bu ham solishtirishga kiradi. To'g'rimi? Solishtirishda agar siz ota tomonidan
solishtirilgan bo'lsangiz, hozirgi hayotingizda aniq sizni solishtirishadi. Ya'ni siz tanlanmagansiz. Bola o'zini tanlanmaganman deb his qiladi va katta hayotda, hozirgi hayotda ham uni hech kim tanlamaydi. Eringiz ham tanlamaydi sizni, qaynonangiz ham. Eng alam qiladigani, bolalaringiz ham sizni tanlamaydi. Tanlov bo'lgan paytda otasini yoki onasini tanlash kerak bo'lgan paytda, misol uchun qayergadir borish kerak. Har doim farzandingiz adasini tanlab ketadi. Parkami, o'ynashgami, прогулкami siz shundoq qolib ketasiz. Как будто siz uy bekasi, uy xizmatkoridek o'zingizni his qilasiz. Ana o'sha joyda insonlarda aybdorlik hissi oshib ketadi, ko'tarilib ketadi. Xo'p, bizani ayollarmiz, bizani auditoriya ayollardan iborat bo'lgani uchun, ayollar ko'pchilik mana bu munosabatni xohlaydi eri bilan. Lekin ota bilan ko'rmagan bu munosabatni. Mana buni xohlaydi. Lekin otasi bilan ko'rmagan bu munosabatni. Mana bu narsani eri bilan xohlaydi. Yaqinlikka, yaqindan gaplashish, ham suhbat bo'lishi, ham fikr bo'lishi, maslahatlashish xohlaydi. Yo'q, unaqa narsa yo'q sizda. O'rtadagi mehrni xohlaysiz, sevgini xohlaysiz, har tomonlama пониманиyani tushunishni xohlaysiz. Yo'q, nimaga? Chunki sizni bolalikda tushunishmagan. Hozir hammanglarni og'rig'inglar ko'tarilib ketgan bo'lishi mumkin. Agressiyanglar ko'tarilib ketgan bo'lishi mumkin. Men sizlarga bu darslikni berishdan maqsad o'tmishdagi agressiyani ko'tarish emas, o'tmishdagi og'riqlarni ko'tarish emas. Ularni sizlardan xalos qilish, yordam berish. Chunki bu og'riq sizlarning tananglarda bor. Toki bu og'riq sizlarning tananglarda bor ekan, siz hozirgi hayotingizda turmushingizni sog'lomlashtira olmaysiz. Turmushingizga sevgi bera olmaysiz. Turmushingizga minnatdor bo'la olmaysiz. Turmushingizdan rozi bo'la olmaysiz. Mana shu maqsadda bu og'riqlarni ko'tarib beryapman. Bu og'riqni ko'tarishdan maqsad ota-onangizni ayblash emas, otangizni ayblash emas. Har doim ota bizga o'zida borini berar ekan. Siz biling, ota har doim xohlasa, xohlamasa, siz uni farzandsiz. U o'zida borini baqirib, chaqirib, urib bo'lsa ham, ular sevgini shu holatda beradi. Agar siz ota-onangizga, otangizga kerak bo'lmaganingizda, sizni ishoning, sizdan voz kechib ketgan bo'lardi. Sizni tug'dirmasdi. Sizni umuman беременный bo'lganda oldirib tashlardi. Siz hozir otangizni hayotida bormisiz? Demak, sizni ular baribir yaxshi ko'radi. Siz prosta ko'rmaysiz. Siz mana bu negativlar bilan ovoramiz. Ko'rasizlarmi? Shuncha negativ. Mana bu pozitivlarimiz bizda juda ham kam. Biza hozir men sizga hozir shunaqa texnika beraman. Mana bulardan qutulishni birinchi qadamini beraman, ko'rsatib beraman. Buning uchun sizga auch format kerak bo'ladi. Buni topish oson, buni topish qiyin emas. Bugun faqat ota bilan ishlaymiz. Olasiz. Qizil ruchka kerak bo'ladi. Faqat qizil ruchka. Va telefoningiz kerak bo'ladi. Sekundomer kerak bo'ladi. Nimaga? Ota deb yozasiz. 2 minut vaqt sekundni qo'yasiz. Ota deganda birinchi kelgan so'zlarni yozasiz. Kamida 25 ta so'z, kamida. 25 ta so'z yozib chiqasiz, 2 minut daqiqada. Stop qilib to'xtatasiz. Ota deganda sizlar 2 daqiqa davomida 25 ta so'z yozishingiz kerak. Har bittanglarni o'zingizga tegishli miyangizdan, ongosingizdan chiqib keladi. Kimdadir mehr, kimdadir qo'rquv, kimdadir xavotir, kimdadir kaltak, kimdadir yana nimadirlar, kimdadir pul chiqadi, kimdadir sovg'a chiqadi, kimdadir brilliant chiqadi, kimdadir bilim chiqadi, kimdadir kitob. Hamma o'zinikini tahlil qilmasdan yozsin. Kamida 25 ta so'z bo'lishi kerak. Nima uchun 25 ta so'z? Chunki biz ong ostiga tushishimiz uchun, aql og'riqqa kirishimiz uchun. Keyin to'xtagandan keyin aynan shu qog'ozni orqasiga bo'ldi, bu haqda unutasizlar. Nima bo'layotgani bilan ishinglar bo'lmasin, aqlni o'chirasizlar, podsoznaniya o'zi ishlayveradi. Oppoq qog'oz olasizlar. Sizlarga yana bunaqa marker kerak bo'ladi. Aynan shunisidan olasizlar. Mana, ingichka qora marker. Tushyaptimi? Ko'ryaptimi?
Ingichka qora marker. Shundoq yolg'iz qolasizlar bu amaliyotni qilayotganda, chunki sizlarda o'sha og'riqlar ko'tarilgan. Shunchaki olasizlar, hech narsa o'ylamaysizlar. Siz hozir yoshingiz nechida? Misol uchun 40 yosh bo'lishingiz mumkin. Mani yoshim 40 ta. Yoshingizni aytasiz, ismingizni aytasiz va "Men ayolman" deysiz. "Men Fotima, yoshim 40 ta va men ayolman" deyman-da. 40 yil davomida otamni tanigandan beri olaman-da, otam bilan bo'lgan munosabatlarni eslayman-da. Men hozir bu amaliyotdan keyin otamni qo'yib yuboraman va kechiraman deysiz-da, mana bunday boshlaysiz. Butun 40 yil davomida otangiz bilan bo'lgan munosabatlaringizni kartinka qilib, plyonka qilib ko'z oldingizdan o'tkazasiz. Xohlasangiz mana bunaqa chizib tashlang. Xohlasangiz. O'tirib yolg'iz qolishingiz kerak. Oddiy medlenniy muzika qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shu tarzda davom ettirgan tarzda 3 yoshgacha otangiz bilan bo'lgan munosabatga tushasiz. Hammasi ko'z oldingizdan o'tib ketadi. Yig'lashingiz mumkin, ko'tarilib ketadi, hamma narsa ko'tarilib ketadi. Qizlar, xuddi shu tarzda mana shu qog'ozni именно mana shu ruchka bilan bittayam oq joy qoldirmasdan chizib chiqasizlar. Bo'yab chiqasizlar. Faqat mana shunaqa. Bittayam qolishi kerak emas. Qop-qora bo'ladi. Aynan mana bunaqa rang qop-qora bo'ladi. Uje tana bu narsani qilib bo'lgandan keyin ancha yengil bo'lasizlar. Otaga nisbatan ichki holatingiz uje bo'shanadi. Agressiyalaringiz qutulasiz. Endi nima qilaman deysiz? Buni olasizlar, uje qop-qora qilib bo'ldinglar. Men sizga ko'rsataman. Maydalab yirtasizlar. Yirtayotganda men bulardan qutuldim. Yengil bo'ldim, xalos bo'ldim deysizlar. Qutuldim, yengil bo'ldim deysizlar-da, mana shunaqa maydalab chiqasiz. Men sizga maydalab ko'rsatib berayotganim sababi adashib ketmanglar. Ko'rasizlar qanaqa maydalayapman qizlar? Judayam maydalab tashlanglar. Men qutuldim bundan. Qutuldim. Da. Olasizlar, kerak emas idish. Umuman. Va buni yoqasizlar. Ishoninglar, boshinglarda og'riq turishi mumkin. Tananglar reaksiya beradi, oshqozoninglarda ko'nglinglar aynishi mumkin. Bularni hammasi normal. Qo'rqib ketmanglar. Prosta yoqasizlar. Mana bunaqa ko'rinishda. Oxirigacha polniy yo'q bo'lib ketguncha yoqib tashlaysizlar va yoqayotganinglarda "Ada, meni kechiring. Hammasi uchun kechiring" deb yoqasiz. "Meni kechira olsangiz kechiring" deb. Qizlar, bu amaliyotni qilganinglardan keyin aniq ancha yengil bo'lasizlar. 1-2 kun tana reaksiya beradi. Hammada har xil. Kimdadir shunaqa holatlar bo'lgan, narsa toshib ketgan holatlar bo'lgan. Kimdadir ichi ketib qolgan, kimnidir qattiq boshi og'riydi. Hammasiga qo'yib berasizlar. Agar ruxsat bersanglar, tanaga reaksiya berishiga, tanaga og'riq berishiga ruxsat bersanglar, o'zi 2-3 kunda qo'yib yuboradi. Tabriklayman. Demak, tana darajasiga uje yetib keldinglar transformatsiyani. Hozir shu joyda bitta keys esimga tushib qoldi. Yaqinda shunaqa yigit bilan ishlayotgandim. Unda duduqlanish bilan muammosi bor. Aynan mana shu amaliyotni qildirganman. Bu 4 yoki 5 terapiyamiz edi. Duduqlanishi qo'rquvlar bilan ishlayotgandik. Chunki 10 dan 8 ballgacha olib tushgan edik qo'rquvni. Именно shu amaliyotdan keyin meni yonimga keldi. Duduqlanmayapti. Keyin men aytdim: "Nega duduqlanmayapsan san?" Duduqlanishi srazu boshlandi. Esiga tushib qoldi. Где-то 3-4 daqiqa umuman duduqlanmadi, o'zi ham hayron qoldi. Biz aynan bu praktikani qilayotganda unda ham aynan otasi bilan ishladik. Bu amaliyotda duduqlanishida har doim o'zini ayblaydi. Lekin amaliyotdan keyin o'zi tushunib yetdiki, otamda ayb deydi. Onamda ayb deydi.
mana shu otasini aybdorligini ichida faqat borligini tanasi darajasida chiqarmaguncha uni ko'mib yotibdi, uni tanasiga chiqarmaydi. Unda judayam qadriyat kuchli. O'sha bolada judayam din kuchli. Chunki Qur'onga tushgan yigit ota-onamda ayb yo'q, hamma ayb o'zimda, men aybdorman degan his juda ko'p edi. Aybdorlik hissi ko'p edi. Ota-onam aybdor, otam aybdor degan his bilan ishlagandan keyin yonimga chiqib ishoninglar duduqlanmayapti deb o'zi ham hayron qoldi. O'shaning uchun bu amaliyotni obязательно qilib ko'ringlar. Juda ham kuchli amaliyotlardan bittasi bu. Siz bunga bee'tibor bo'lishingiz mumkin, lekin ishoninglar, ishlaydi. Qilgan bo'lsanglar, qilsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Men qildim, menda rezultat bo'ldi, yengil bo'ldim, haqiqatda zo'r ishlayotgan deb ketinglar. Endi qizlar, bu faqatgina ota prarabotkasi, bu bitta texnika. Qaniydi bitta amaliyot bilan, bitta texnika bilan butun ota bilan bo'lgan munosabatni yechib keta olsak, aynan butun ota bilan bo'lgan munosabatni yechib ketish uchun men sizlarga darslik tashkil qilganman. Ota, ona va men. Toki siz ota bilan, ona bilan munosabatingizni tiklamagunizcha, ular bilan faxr hissiga olib chiqmagunizcha, ota deganda tanangizda og'riq bo'lmaguncha, ona deganda tanada og'riq bo'lmaguncha, siz ishoning, hozirgi hayotda munosabatlaringizni tiklay olmaysiz. Karyerada ham ro'st bo'lmaydi, sog'lig'ingizda ham muammolar bo'laveradi. Farzandingiz bilan ham kelisha olmaysiz. Qayninangiz bilan ham kelisha olmaysiz. Umuman ishxonada ishchilar bilan ham kelisha olmaysiz. Atrofda qo'shnilar bilan ham kelisha olmaysiz. Aynan mana shu ota, ona va men degan kursi aynan mana shu munosabatlarni tiklash uchun. Pulda ham ro'st qilmoqchi bo'lsangiz, ota bilan munosabatingizni to'g'irlashingiz kerak. Pulda barakani to'g'irlamoqchimisiz, ona bilan munosabatingizni to'g'irlashingiz kerak. Aynan mana shu kursni kim olmoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozing, sizga menejerlarimiz aloqaga chiqishadi. Batafsil bu kurs haqida ma'lumot olasiz.